Hürmetli dostlar, bu sahnege benim en kadirli, en yakın şun dostumni chaqirasım kele. Kim ele ol, bilasizmi? Albatta, Dilya Nigmatulina. Ol menim sirdoshim, shun do'stim. Qarshi olinglar, do'stlar. Ol menim sular sulashim, ol menim sular havam, ol menim yurak qog'ishim, ol menim yurak davam. Yazmışning yalg'ishimi bu, yalg'ishdiqmi o'zi biz, ikimiz de bir kishingga g'oshiq bo'lib yurimiz. Baxtiki bizga birov kim oning uchun tug'an. Ya sen baxtsiz bo'lasan, ya men baxtsiz bo'lam. Baxtiki bizga birov kim oning uchun tug'an. Ya sen baxtsiz bo'lasan, ya men baxtsiz bo'lam. Suyuanday bo'lmasaydi, muhabbat tugildir bu. Kunlashuvdan orin olmay, intikkan ko'ngildir bu. Bu dunyoda yigitlar ko'p, sening yaqin do'stqayim. Onni bo'lisha olmabmiz, tobiqini tujayim. Baxtiki bizga birov kim oning uchun tug'an. Ya sen baxtsiz bo'lasan, ya men baxtsiz bo'lam. Baxtiki bizga birov kim oning uchun tug'an. Ya sen baxtsiz bo'lasan, ya men baxtsiz bo'lam. Baxtiki bizga birov kim oning uchun tug'an. Ya sen baxtsiz bo'lasan, ya men baxtsiz bo'lam. Ya sen baxtsiz bo'lasan, ya men baxtsiz bo'lam. Dilya Nigmatulina, Albina Panaeva. Bek zo'r rahmat. Oy, rahmat. Bu mening plемянница Ridушка.